Ko'pchilik shu joyda yutqazadi, lekin ruxsora bosim ostida sinmadi. Kam uchraydigan holat kuzatamiz. Men unaqa fantastik bir narsa ko'rganim yo'q. А вы разве за фантастикой тут сидите? Fantastik deganda har bitta so'zi to'g'ri ma'noda tushunilmaydi. Majoziy Манторочно всегда. majoziy ma'no bor-da. Ну, я привыкла к хейту, поэтому Balki. прекрасно. Balki. Lekin meni xursand qila olmadingiz. Qaysi ma'nodaki, men sizdan nimadir yangi narsa ko'rganim yo'q. Sizdan oldin chiqqanlarda, misol uchun, sizdan ham zo'r etganlari bo'ldi. Я не думаю, что это правильно сравнивать, что кто-то круче, кто-то лучше. У всех своя индивидуальность. Eshitish bilmas ekansiz. Проблема просто нельзя сравнивать. Это когда вы сравниваете, у певца падает дух, я считаю, и у любого другого человека, который выходит на Это сцену. мое мнение, и я имею право высказаться, да? Я тоже Окей. высказываю свое. Все. Ruxsora manski yo'q deyman, bo'ldi, все. Хорошо, без проблем. Я знала это изначально Всё. просто. Bu oddiy suhbat emas, balki iyerarxik kommunikatsiya deyiladi. Bu yerda juri baholovchi yuqori pozitsiya, ishtirokchi esa baholanuvchi past pozitsiya hisoblanadi. Hakam bu yerda fantastika ko'rmadim degani bu sematik yumshatish orqali noaniq tanqid hisoblanadi. Bu yerda qayeri yomon kuylangan, qayerda xato bor yoki tuzatish yo'li ham demak taklif qilinmayapti. Shuning uchun bu avtomatik destruktiv tanqid sifatida qabul qilinadi. Вы разве за фантастикой тут сидите? Fantastik deganda har bitta so'zi to'g'ri ma'noda tushunilmaydi. Bu literal reframing deyiladi. Bu kimnidir gapini obrazni yoki yashirin ma'nolar orqali qabul qilmasdan to'g'ridan to'g'ri aytilgan ma'nosi bo'yicha qabul qilish va reframing qilish texnikasi hisoblanadi. Natijada bu raqibni tushuntiruvchi va oqlovchi pozitsiyaga qo'yadi. Hokimiyat pozitsiyasi yo'qoladi, chunki tushuntiruvchi doim zaifroq ko'rinadi. Ну, я привыкла к хейту, поэтому Balki. Hayotga o'rganganman, bunday so'zlar ta'sir qilmaydi. Bu kuchliroq tanqiddan oldin uni neytrallashtirish hisoblanadi. Men sizdan nimadir yangi narsa ko'rganim yo'q. Sizdan oldin chiqqanlarda, misol uchun, sizdan ham zo'r etganlari bo'ldi. Keyin esa hakam ijtimoiy taqqoslash orqali bosim bermoqchi bo'ldi. Bu holatlarda inson o'zini boshqalarga nisbatan past his qilishi, motivatsiyani tushishi yoki birdan himoyaga o'tishi mumkin. Musobaqada bu kuchli ishlaydi, chunki raqobat va ommaviy bosim borligi uchun. Ruxsora esa bu tuzoqqa kirmadi. я не думаю, что это правильно сравнивать, что кто-то круче, кто-то лучше. У всех своя индивидуальность. Ruxsora ishlatgan keyingi texnika meta kommunikatsiya deyiladi, ya'ni ishtirokchilarni taqqoslash noto'g'ri. Bu yerda ruxsora aytilgan gapni ma'nosini yuqori darajaga olib chiqdi. Taqqoslashni o'zi axloqan noto'g'ri ekanligini ko'rsatdi.